kishini uzoq umr ko'rishi, moli davlatli bo'lishi, rojih aql egasi bo'lishi, albatta bular dunyoning saodatidan, dunyoning kengligidan, Allohning bergan rahmatidan. Bu dunyoda xayriyatlaridan so'z ochishlikdan avval bir narsani bilishimiz kerak, birodarlar. Inson dunyoda mana shu ne'matlardan qancha oldi, qancha olmadi, boymi, kambag'almi, farqsiz. Hamma imtihonga duch keladi. Alloh bir bandaga bir narsani berib sinaydi, yana bittasiga shu narsani bermay sinaydi. Bir bandani boylik bilan sinasa, bir bandani kambag'allik bilan sinaydi. Demak, boylik ham, kambag'allik ham sinov deb qaraymiz. Bandaga Alloh berib sinaydi, bermay sinaydi. Go'zal ayollar bo'ladi. Husni jamoli nihoyatda bir ortiq darajada bo'lgan go'zal ayollar bor. Ular mana shu go'zalligiga yarasha sinovga duch keladi. Endi husni bunchalik chiroyli bo'lmagan ayollar bor. Bularga keladigan imtihon ham shunga yarasha. Katta boylik, moli davlat egasi bo'lgan kishilar bor. Ularga imtihon shu boyligiga yarasha keladi. Kambag'al odam, shuning uchun Alloh taolo biringlarda ikkinchilardan afzal qilib qo'ygan narsalarni orzu qilmanglar deydi. Hamma boy badavlat bo'lishini xohlaydi. Ha, albatta boy badavlat bo'lishlik yaxshi. Payg'ambarimiz Allohumma inni a'udhu bika minal kufri faqr deb duo qilganlar. Kofir bo'lib qolishlikdan, faqir bo'lib qolishlikdan panoh so'ragan. Kambag'al bo'lishni hech kim orzu qilmaydi, ammo Alloh sizga bermagan shu davlatni bersa, ana shu boylik degan sinovdan o'ta olasizmi? Shuni yukini, mashaqqatini ko'tara olasizmi? Bilmaysiz. Shuning uchun nima deb so'rang? Meni boy qilgin deb so'rayman emas. Meni boy qilib qo'ygin emas. Robbana atina fid dunya hasana deng. Parvardigoro, dunyoda ham, oxiratda ham menga yaxshilikni bergin deng. Agar sizga boylik kelishiga yaxshilik bo'lsa Alloh beradi. Agar kelishi yomon bo'lsa bermaydi. Shunda har qanday holatda ham hayotingizda nima bo'lasiz? Rozi bo'laverasiz. Kuchli, quvvatli odamlar bor. Bo'y baland, belagida quvvati bor, bir 10 ta odamga kuchi yetadi, imtihon shunga yarasha bo'ladi. Endi jismonan nimjonroq, quvvatsizroq odamlar bor, imtihon shunga yarasha bo'ladi. Endi boyaga kuch-quvvat olgan, gavdali bo'lgan, quvvatli bo'lgan odam o'zidan zaiflarga kuchini ko'rsatib zulm qilayotganda, demak o'ta olmayapti imtihondan. O'ta olmayapti. Shuning uchun sizga ham shunaqa narsani berib qo'ysa, chida olarmidingiz? Uni bilmaysiz. Demak, bizga birodarlar, berilgan narsa ustida ham imtihon keladi ustimizga, berilmagan narsa ustida ham imtihon keladi. Bu inson, birodarlar, hayot juda ham qisqa. Hayot juda ham qisqa. Ko'zni bir ochib yumgach o'tib ketyapti. Ko'ringlar, birodarlar, Ramazon tugadi. Ramazonga bir oy qoldi deyatdik, 15 kun qoldi dedik, 1-Ramazon dedik, 5-Ramazon dedik. Mana Ramazon o'tganiga qancha bo'ldi? 1 oy bo'ldi-ya. Endi qarab turinglar. Hash-pashtagacha yana Ramazon kelyapti deymiz, inshaalloh. Kuch-quvvat imtihonidan o'tgan odam jannatga kiradi. Zaiflik, quvvatsizlik imtihonidan o'ta olmagan odam jahannamga kiradi. Boy badavlatlik imtihonidan o'tgan odam jannatga kiradi. Endi faqir bo'lib yashab, shu kunining imtihonidan o'ta olmagan faqir ham jahannamga kiradi. Demak, birodarlar, har bitta inson hayotida imtihonga duch keladi. Ikki xil bo'ladi imtihon. Sizga berilgan narsalar ustidagi imtihon va sizga berilmagan narsalar ustidagi imtihon.